Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki dünyanınki her kaysi caylardaki kaderli kerindaşlarım. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlerge Allah'ın cennet salamı boğan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu degan salamni qilib atma kaderli kerindaşlar. Bugün nihayet aldırış öttü bu küllerimiz. İnşallah bugün öğrenmekçi boğan, öğrenip kilovatkan kitabımız bu. Yani siz Kur'an'dan bu sanı sorab baktınız mı? İslam nime? Ustaz Mustafa İslamoğlu'nun kitabı bu tedbir neşriyat tarafından neşir kılındı kaderli kerindaşlar. Kılındı yani inşallah kitap kildiğince az kaldı. Aldığımız saatlerde biz Muhammed Aleyhisselam kim? Muhammed Aleyhisselam'ın elçilik vazifesi kaçan, qayerda qandaq kelgen, onundaki Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'deki eğir külleri degenni, ondan keyin ötüp bolgandan keyin tunji nazil bolgan vahiylar nima haqida idi degan savol bilan Muhammed Aleyhisselam'ın elçi buluş qarta dastlabki inkaslar nima idi degan bunu mazmunga kelib, ondan keyin Kur'an Muhammed Aleyhisselam'la kandak tunuşturdu. Muhammed Aleyhisselam'ın insan Resul elçikerliki nimi üçün ta'kidlendi degenini öğünüp öttük. Muhammed Aleyhisselam'ın asaslık vazifesi nimiti? Muhammed Aleyhisselam kimlerge elçi kılıp evetilgen degen yerde tüketken idik kadirli kerindaşlar. Bugünkü timida asas yeni Muhammed Aleyhisselam günümüz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de tinchlikparvar idi, Medine'de nima uchun tinchlikning o'rnini urush elib qoldi. Muhammed Aleyhisselam nima uchun nabiylarning eng oxirgisi? Musulmonlar elchilarga ibodat qilamdi. Muhammed Aleyhisselamning o'rnak bo'lishining real hayotdagi namoyandasi nima? Undagi sünnet ve hadis degan nima? Muhammed Aleyhisselam'ın kılgan iş hareketinin sünnet yoki en işkellikini qandaq ayırıyımız? Muhammed Aleyhisselam'ın nesabi İbrahim Aleyhisselam'a tutuşamdı. İbrahim Aleyhisselam'ın İslam'daki orunu qandaq degan yergacha ögünümüz kadirli kerindaşlar. Bugün keştimi başka derslerimiz boğaçqa biz muşunçilik mezmununu birlikte ögünüp özsek inşallah qağını əyətə vaxt çıxıralısaq, əyətə bulmasa ögünlükə ögünüp ötümüz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de tinchlikparvar idi, Medine'de nima uchun tinchlikning o'rnini urush aldı. Bunun aldidagi tüketken noktamız Muhammed Aleyhisselam kimlarga elchi evatilgan deganni bir hatırlatıp atalım. Bütün insaniyetga evatilgan Enbiya 107. ayet. Çünkü Kur'an bütün insaniyetga hitap kılıdı. Alaq 150, A'raf 158. ayet. Kur'an iyi insanlar, iyi Adem balaları şeklinde bütün insaniyetga hitap kılgan bir vahiydir. İnsaniyet tarixida haqiqiy yer shari ve bütünleşiş Muhammed Aleyhisselam bilen başlagan. Deb kelib, nima uchun Muhammed Aleyhisselam Mekke'de tinchlikparvar idi, Medine'de nima uchun tinchlikning o'rnini urush ep aldı degan chaqda bu haqsiz tushunchani o'tirib qo'ygan sharhshunoslar buningga Medine'deki urushlarni misal qilib ko'rsatdi. Mesela İslam kılıç bilen taralgan deydigan bir nimiz var bulanın uchun. Bu qarashning urunsuz işkellikini ispatlash uchun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Medine'de özü qatnaşkan urushlarga ayrım halda bir qarab öteyli. Bedir uruşu mudafiye maqsad elib berilgan urush bo'lib, Mekkelik müşriklarning Medine'ga hujumi sababli bo'lgan. Müşriklarning soni müminlerden 3 hassa köp idi. Uhud uruşu mudafiye maqsad elib berilgan urush bo'lib, Mekkelikler Bedir'nin intiqamını elish uchun Mekke'den 450 kilometr yiroqlikdagi Medine'ga yurish qilgan. Urush Medine'ga 10 kilometr yiroqlikdagi Uhudda bo'lgan. 3. urush Xandaq uruşu.
Mudafiye maqsadi ilib berilgan urush bo'lib, rayondagi bütün müşriklardan tashkil qilingan birlashma qo'shin Madinaga hujum qilib, Madinani muhosara qilgan. Müminlar Xandak ko'lab shaharni mudofiya qilganlikdan mushriklar muhosirani uzun davomlashtirolmay qaytib ketgan. Xaybarga yurish qilish. Xaybarliklar Makka mushriklari bilan ittifoq tuzgan va bu sababdan musulmonlar tarafidan muhosirga ilingan. Muhosirga bardoshlik berolmaydiganligini his qilib, Xaybarni o'zligidan topshirilgan. Makkaning fath qilinishi bu islomning markazi bo'lgan va Ka'ba bag'rida joylashgan Makkani butparastlikdan xoli qilish uchun elib berilgan yurish bo'lib, planlangan şekilde ziyoda qon to'kilmasdan Makka musulmonlarning qo'liga o'tgan. Rasululloh shaharga kirganda bugun intiqom kuni deb jar solgan qo'mondonni shu vaqtning o'zida vazifasidan elib tashlagan. Hunayn urushi Arab Yarim orolidagi mushriklarning birlashma qo'shini bilan musulmonlar orasida yuz bergan oxirgi urush bo'lib, bu haqda islom dunyosidagi mashhur tadqiqotchi professor doktor Muhammad Hamidullahning qarashicha, bütün bu urush jarayonida har ikki tarafdan hayotidan ayrilgan kishi aran 200 atrofida. Qur'onning mag'firat va keng qo'saq bo'lishga chaqirgan tashabbuslarining Makka bilan cheklanib qolganligi to'g'ri emas. Medine Yahudilarining Rasulullohga va islom jamoatiga qarshi har turli suiqasd qilganligi hammaga ma'lum bir haqiqat. Mana bu oyat musulmonlar bilan kelishim tuzib turib, islom jamoatiga qarshi dushmanlar bilan hamkorlashgan Yahudlarga qarata o'xshash narsani buyurmoqda. Ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Ularni afu qilgin, kechirgin. Allah haqiqatan yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Maida 13-oyat. Yana mu'minlarga ochchig'ini besib olishga buyurgan shu oyat Madinada nozil bo'lgan. Taqvodorlar kengchilikdimi, qismchilikdimi Allah yo'lida pul mol sarf qiladigan, ochchig'ini yutadigan kishilarni kechiradigan kishilardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Al-İmran 134-oyat qadrli qarindoshlar. Muhammed Aleyhisselam nima uchun nabiylarning eng oxirgisi degan chaqda Muhammed Aleyhisselam insoniyat aqli qiram yeshiga yetgan bir mezgilda kelgan. Onun nabiylar zanjirining oxirgi halqasi bo'lishi Qur'onning ifodasi bilan nabiylarning oxirgisi Xatimul Anbiya Ahzab 40-oyat bo'lishi inson aqlining tarixiy taraqqiyot jarayonida yangi bir bosqichga kirganligidan bishorat berdi. Uningdan keyin bir elchi kelmaydiganligini, Muhammad Aleyhisselamdan keyin yo'l ko'rsatkichining kishidan prinsiplarga o'tganligi shaklida tushunish kerak. Bu davr insoniyat tarixidagi yangi bir davr hisoblanadi, jinim do'stlar. Bunun bilan insoniyatga lider merkezlik dünyanın o'rniga qimmat qarash asos qilingan dünya nishon qilib ko'rsatilgan. Shaxslarning yo'l boshlamchiligi o'rniga prinsiplarning, ya'ni qimmat qarashning yo'l boshlovchi bo'lishi ima qilingan qadrli qarindoshlar. Buni nimish bunday tushunamiz degan chaqda Peygamber Aleyhisselam ketdi ama onun elçilik vazifesi bilen şu kadar japa tatip kaldırıp ketken kitap nimeti içinde hiç qanday şak şüphe olmagan Kur'an-ı Kerim. Demek şu Kur'an-ı Kerim bizning barliq işlerimizning prinsipi. O bizga şerden formula chiqarib berdi. Biz şu formulalardan foydalanib özümüzning kişiliği davo topamiz, resept yani uchu. Özümüzün muşakkatlerini yengimiz. Şu orqali muomala qilamiz qadrli qarindoshlar. Musulmonlar
elçilerge ibadet kılamdı degan vaqtda yo'q, ibadet kılmaydı. Bu İslam itikadida şirk bulup bir müminning Allah'tan g'ayriga yoki bir şeyiga ibadet kılışı en ağır günah bo'lgan şirk günahıdır. Bu kishi mayli Muhammed Aleyhisselam bo'lsin ve yoki boshqa birisi bo'lsin farq qilmaydi. Chunki İslam tevhid dini bulup tevhid Allah'tan başka ibadet kılışqa layık ilah yok prinsipini asas kılıdı. Müslümanlar kılgan her namazının her rekatida Allah'a mundaq va'da berdi. Fakat sana ibadet kılımız ve fakat sen dille yardım tilaymiz. Fatiha 4. ayet. Amerika, Türkiye, Yaponiya yoki boshqa emas. Fakat Allah'tan tilaymiz. Allah'tan g'ayriga ibadet qilish u kishiga ilahlik sifati berganlik bo'ladi. Bu Allah'tan hassa elish tashabbusi bo'lib, Allah'tan g'ayriga ilahlik sifati berish dindan chiqqanlik bo'ladi. Hatta televizyon programlarida ba'zi yuzi qilin odamlar var. Sen nimaga tapsan, nimaga ibodat qilsan qil, sen Allohga ibodat qilsa baribir. Chunki hamma narsa Allohning emasmi? Hatta Allah her narsaning ichida bor debchi, mushundaq divoladigan odamlar bor, o'zi professor, doktor deb aytganchi. Muhammed Aleyhisselam'ın örnek bo'lishning real hayotdagi namoyandasi nima degan chaqda Muhammed Aleyhisselam faqat Qur'onni kishilarga yetkazguchi bo'libla qolmasdan uni hayotiga tatbiq qilguchidir. Qur'onning tunji xitob qilinguchisidir. Rafiqasi Oyisha radhiyallohu anha bir savolga uning axloqi Qur'on idi deb javob bergan. İbn Hanbal 6. bab 91. rivayet. Qur'on dinning nazariy asosi bo'lib, Muhammed Aleyhisselam dinning real hayotga tatbiqlanish edi. Amaliy manba bo'lgan Rasulullohning so'z harakatini Qur'on shakllantirgan edi, jinim qarindoshlar. Qur'on yetish yoki erishish qiyin bo'lgan o'lik kitob emas, aksicha hayot kitobidir. Turmuş kitabıdır. Kur'an müminlerin özüge o'ng'ay ega bo'lishini xohlaydi. Bu kolay tatbiqlash ve özüge mujassamlashtirish Kur'an taklif qilgan hayot shakli uchun bo'lib, Kur'an elib kelgan turmush shakli Hazreti Muhammed sallallohu alayhi vasallamning xarakterida, axloqida ro'shan ifodalangan. Onda boshqa sünnet ve hadis degan nima degan mazmunda Muhammed Aleyhisselam'ın vafotidan keyin onun shaxsiyatida namoyon bo'lgan Qur'onni yashash shaklini an'anaga aylantirgan ulamolar Qur'onning ish harakatga tatbiqlanishini sünnet deb atagan. Sünnet atalg'usi Qur'onda her tilga ilingan yerda Allohga nisbat qilingan holda keladi. Lekin keyingi mezgilda ega bo'lgan ma'no Kur'an'da elçiga nisbat berilgan şekilde işletilmegen. Sünnet hukumi dastlabki mezgilda Hazreti Muhammed Resul bo'lgandan keyin qilgan ish harakatlarini ko'rsatdi. Bu hukm doirasiga Muhammed Aleyhisselam Allah'ning elchisi bo'lganligi uchun qilgan ish harakatlari kirdi. Onun inson bo'lganligi, arab bo'lganligi, makkilik bo'lganligi uchun qilgan ish harakatlari dastlabda sünnet doirasida yo'q edi. Lekin keyingi zamonlarda Qur'on tushgan xalqning an'analarimi bu hukmning doirasi ichiga kirgizilgan. Hadis Muhammed Aleyhisselamga oid deb qaralgan so'zdagi berilgan ism bo'lib, so'z degan ma'noni bildirdi. Hadisning to'g'ri bo'lish ehtimoli bo'lganda xato yoki zaif yoki yolg'on bo'lish ehtimoli bor. Sünnet bilan hadis arasida zaruriy bir munosabat yo'q. Sünnet asasen iş hareket, hadis sözünü körüstüdü. İşte sünnet bayan kılıngan hadisler bo'lgandek, sünnet bayan kılınmagan hadisler mi var? Bir hadisinin to'g'ri yoki xatoligini Qur'on belgilaydi insonimiz. Qur'onga selinganda Qur'on red qilmasa ishonchlik bo'ladi,
Onundan kalsa hadislerinin işençilik buluşudaki şartlardan biri boğan rivayet kılgıçılar zincirdeki kişilerinin işençilik bulup boğmağanlığı belgileydi. Muhammed Aleyhisselam'ın kılgan iş hareketinin sünnet yoki an'ana ekanligini qandoq ayırıyımız degan vaqtda bunun bir misal orqali javob beraylik. Masalan, Muhammed Aleyhisselam'ın kiyingan shaklida kiyinish sünnet doirasiga kiramdi desak, bu savolning javobi tuvandagi savolning javobiga munosabatlik. Ya'ni Muhammed Aleyhisselam elchi bo'lishdan burun va elchi bo'lgandan keyin kiyinish shaklida özgürüş bo'lganmi yoki o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy jamiyat kishilaridan farqli shaklda kiyinganmi? Bu xil savollarning javobi yo'q, undaq bo'lmagan. Undaqda Muhammed Aleyhisselam'ın kiyinish odatini ibodat qatorida emas, urf odat yoki an'ana doirasida tushunish kerak. Muhammed Aleyhisselam'ın nesabi İbrahim Aleyhisselam'ı tutuşamdı degan savolga Muhammed Aleyhisselam'ın nesabinin İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer isimli ayoldan tug'ilgan o'g'li İsmail Aleyhisselam'ı tutuşadiganligini musulmonlar birdek qabul ko'rdi. Bunu Resulullah bilan bir davrda yashagan Yahudilarni tasdiqlagan. Muhammed Aleyhisselam'ın 21. ecdadı Adnangacha Muhammed miladidan burungi 1. asr bilinmekte. Onundan keyinkileri hazırca nama'lum. İbrahim Aleyhisselam'ın İslam'daki o'rni qandoq? Hristiyan manbalarda Muhammed Aleyhisselam haqida ma'lumot bormi? Bir musulmon Musa va İsa Aleyhisselamga iymon etmasa, musulmon bo'la olamdi. Nima uchun? İsa Aleyhisselam va Muhammed Aleyhisselamning onalarini selishtirganda Qur'onda qandoq natija chiqadi? Degan savollarga inshaalloh kelar soatlik darsimizda birlikda o'rganib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Bugun boshqa faoliyatlarimiz bo'lg'achqa, shunda qisqa bo'lib qoldi. Shuna bo'lsa kechirgaysizlar. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.